Kuni kecha Prezidentimiz raisligida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tizimini yanada yaxshilashga qaratilgan videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, sohada shaffoflik va barqarorlikni ta'minlash bo'yicha muhim vazifalar belgilab berildi. Qabul qilingan yangi farmonga ko'ra, yaqin yillarda yurtimiz bo'ylab minglab kilometr suv tarmoqlari yangilanib, tizim to'liq raqamlashtiriladi. Shuningdek, suvni tejash va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan yagona mexanizm joriy etiladi. Bu vazifalar ijrosi viloyatimizda qanday tashkil etiladi? Sohada kutilayotgan o'zgarishlar va amaliy ishlar haqida viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov ma'lumot berdi. Surxondaryo viloyatida keyingi 3-4 yil ichida hurmatli prezidentimiz tomonidan To'polang suv omboridan butun Surxondaryo viloyatini ichimlik suvi bilan ta'minlash mega loyihasi amalga oshirildi. Ya'ni 274 million AQSh dollar qiymatidagi katta loyiha bugun Termiz shahrigacha 185 kilometr tarmoq tortib kelingan. Termiz shahar bilan 10 ta tuman aholisiga ichimlik suvi ta'minlab kelinyapti va hurmatli prezidentimiz Surxondaryoga fevral oyida tashriflarida barcha mas'ullarga va bizga alohida yana topshiriq bergan edilar. Qolgan 4 ta Jarqo'rg'on, Angor, Sherobod, Muzrobod tumanlarini ham shu aholisini To'polang tizimi orqali ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasini oxiriga yetkazish. 487 milliard so'm mablag' ajratilgan. Bugun 95 kilometr tarmoq tortish ishlari bajarilishi kerak va Jarqo'rg'on, Angor va Sherobod tumanida 10 ming kub sig'imlik hovuzlar qurilishi kerak. Bugun Jarqo'rg'on tumanida bu ishlar tamomlangan va Angorda, Sherobod tumanida jadal ketyapti. 94 kilometr, 95 kilometr mana shu tarmoqdan 51 kilometri bugun tarmoqlar ham tortib bo'lindi. Mana shu mustaqilligimizda 35 yillik bayramiga eng murakkab, qiyin bo'lgan Angor va Jarqo'rg'on, Sherobod tumanlarini shu to'yga to'yona bo'lib suv bilan ta'minlash bo'yicha biz axborot ham berdik va bu ishlar bayram kunlari yakunlanib aholimizga ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Bugungi yangi farmon loyihasida alohida bu tizimni takomillashtirish, moliyaviy qulayliklar, erkinliklar yaratish maqsadida bir qancha takliflar ilgari surilyapti. Xususan bu farmon bilan iste'molchilarni suv isrof qilmasdan iqtisod qilishni o'rgatish va singdirish hamda buni hisoblagichlar bilan amalga oshirish tizimi, ya'ni ikki tizimga ajratilyapti. Hozirgi kunda bu tizimda magistral tizimda hisoblagichlar o'rnatilmagan. Magistraldan qaysi tumanga qancha suv ketayotgani hisoblanmaydi. Shuning uchun bugun Surxondaryo viloyati mavjud magistrallarga 3 yil davomida 1088 ta hisoblagichlar o'rnatilishi belgilangan. Ya'ni 2026-yilda 239 ta katta magistral tarmoqlarga hisoblagich o'rnatishimiz kerak. Hozir 210 tasini o'rnatib bo'ldik. Bugun Surxondaryodagi 310 ming abonentdan 255 ming tasiga hisoblagichlar o'rnatib bo'ldik. Bu izchil davom etyapti. Mana shu ichimlik suvidan eng murakkab, eng qiyin bo'lgan hududlardan biri hisoblanamiz. Hozir o'zlari ham yig'ilishda aytdilar, hech qanday muammo yo'q, mablag'lar hammasi yechilgan, haqiqatan yechib berilgan. Bizga qariyb 250 million dollarlik. Bizda mana 100 million dollar hozir Termizdan Boysungacha bo'lgan tumanlarda 141-sonli qaror qabul qilingan. Islom taraqqiyot banki mablag'lari hisobiga loyihalar amalga oshirilyapti 60 ta mahallada. Bundan tashqari Termiz shahar va 5 ta tumanda Boysun, Qiziriq, Oltinsoy va Sherobod, Muzrobod tumanlarida kanalizatsiya tizimi to'liq tashkil qilinadi yangitdan hamda Muzrobod tumanida Oqtosh Poshqurt yo'nalishida mana 50 million dollar Yevropa taraqqiyot banki mablag'lari hisobiga to'liq tuman markazlashgan ichimlik suvi tarmog'iga o'tkaziladi. Jahon banki mablag'lari hisobiga Jarqo'rg'on tumanida Qumqo'rg'on, Sho'rchi, Uzun, Sariosiyo tumanlari ichimlik suvi ham oqova tarmog'i to'liq yangidan rekonstruksiya qilib quriladi. Yana moddiy iqtisodiy taraflarni ham hisoblab chora-tadbir belgilab berdilar. Bugun mana shu To'polang tizimidagi suv o'tkazilgan hisobiga bugun 105 ta artizanlarimiz o'chirildi. Bu yiliga 18,5 million kilovat soat elektr energiyasi iqtisod qilinyapti. Bundan tashqari biz Termiz shahridagi janubiy va shimoliy suv tarqatish inshootlarimiz bor. Bu inshootlardagi mavjud nasoslarga to'liq 4 megavat elektr quyosh panellari qo'yilgan. Termiz shahar, Termiz tumanidagi to'liq suv tarqatish inshootlaridagi elektr energiyalarida sarfini to'liq qoplayapmiz. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak.
Bu nafaqat ichimlik suvi, bu odamlardagi shu mavjud Surxondaryoda kuzatilayotgan biz dinamik yuqumli kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklarida pasayish kuzatilyapti. Shu oxirgi mana shu yanvardan beri 6 oyda bizda o'tkir mana shu ichak kasalliklari, jigardagi, buyrakdagi tuz to'planishi va bu kasalliklarni keskin kamayishiga olib keldi. Hozir DIMIT degan yangi tizim ishlab chiqilgan sog'liqni saqlashda har bir poliklinikada, ayniqsa mana shu 10 ta tuman biz dinamikasini kuzatib turibmiz. O'tgan yil 6 oy bilan solishtirganda 30% gacha bu kasalliklar kamaydi.